Assalomu alaykum, topdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema Qara xonilarning Samanilar podshohligini ag'dirib tashlashi. Qara xonilar sharqda Xotan xonligini qaytadan to'liq bo'ysundirg'ashqa, g'arbda bo'lsa Samanilar podshohligini uzil-kesil ag'dirib tashlashga bel bog'ladi. Tarixiy vaqalar qatoriga kiradigan mundaq muhim ikki ish Ali Arslanxonning vaqtida boshlanib, Ahmad To'g'onxonning vaqtida o'rindalgan. Ali Arslanxonning vaqtida Xotandagi buddist Uyg'urlarni qaytadan bo'ysundirish uchun qonliq urushlar boshlandi. Xotan buddistlari Satuq Bug'roxon, Musa Bug'roxon, Sulaymon Arslanxonning vaqtida bir necha qitim bo'ysundirilib, bir necha qitim isyon ko'tarib mustaqil bo'lib qolgan edi. Tarixiy faktlarga qaraganda, Xotan buddistlari milodining 970-yili Sulaymon Arslanxonga bo'ysunmay mustaqil bo'lib olgan. Xotan buddistlari milodining 975-yilidan boshlab milodining 1000-yilgacha bo'lgan 25 yil ichida Qara xonilar bilan uzluksiz urush elib borgan. Mana shu uzunga so'zilgan urushqa Xotan xoni Yag'la Qalqalu yetakchilik qilgan. Ali Arslanxon milodining 998-yili Yag'la Qalqalu bilan bo'lgan nihoyat keskin qonliq urushda qurbon bo'lgan. Tarixiy rivoyatlarga qaraganda, bu urush hozirgi Yengsar bilan Yengshahar oralig'idagi cho'lda bo'lgan. Mana shu urush bo'lgan cho'lda O'rdam degan mazar bor. Aytishlariga qaraganda O'rdam mazariga Ali Arslanxonning jasadi dafna qilingan. Hozirgi Qashqar Koni shahrining yonidagi, ya'ni Tuman daryosining bo'yida, Tuvanki Tar Bo'g'uz kentida Seyit Ali Arslanxonning mazari bor. Bu mazarga Ali Arslanxonning beshi dafna qilingan ekan. Uyg'ur xalqi hozirgacha Ali Arslanxonni xotirlaydi. Ular har yili kuzda O'rdamga berib ibodat qilishadi. O'rdamga kelgan Uyg'urlar gohi yillari bir necha 100 mingga yetadi. Qashqar Tar Bo'g'uzdagi Seyit Ali Arslanxon mazarini bo'lsa, atrof shahar yezlardagi Uyg'urlar xolganda berib tavob qilishadi. Ali Arslanxon vafotidan keyin Qara xonilarga uning o'g'li Ahmad To'g'onxon hukmron bo'ladi. Ahmad To'g'onxon Xotan buddistlarini bo'ysundirib, ularni to'liq musulmon qilish qaroriga keladi. U shu maqsadni amalga oshirish uchun milodining 999-yili Yusuf Qodirxon boshchiligida 40 ming kishilik qo'shinni Xotanga yo'lga soladi. Yusuf Qodirxon Xotan buddistlarini mag'lub qiladi va Yag'la Qalqaluni o'ldiradi. Xotan buddistlari to'liq musulmon bo'lishga boshlaydi. Bu vaqa milodining 1000-yili yuz bergan. Ahmad To'g'onxon Yusuf Qodirxonni Xotanga xon qilib tayinlaydi. Nima uchun Xotandagi buddist Uyg'urlar bilan musulmon Uyg'urlar orasida 25 yil urush davom qilgan? Buning asosliq ikki sababi bor. Bu sabablarning biri Xotan buddizmning nihoyat cho'nqur yiltiz tartqanligi bo'lib hisoblanadi. Budda dini Xotanda milodidan 74 yil burun tarqalishga boshlagan bo'lsa, Koshan imperatori Fanishqa II'ning vaqtida Xotanga din tarqitish uchun kelgan Budda rohibi Kashmirlik Bayrut Shana degan kishi bo'lib, u Xotanga milodidan bir asr burun kelgan. Yaponiya tarixchisi Yoshi Liaoti G'arbda buddizm nomli asrda milodining 400-yillari Xotanga kelib ketgan Jungoliq mashhur buddist Fashiyanning Xotan buddistlari to'g'risida qoldirgan xotirasini naql keltirib mundaq deb yozadi. Bu yurt gullangan ovat yurt ekan. Xalqlari nihoyat mehmondo'st bo'lib, hammasi Buddaga e'tiqod qiladi ekan. Budda yusini bo'yicha o'yin tomosha qiladi ekan. Rohiblari necha 10 mingga yetadi ekan. Hammasi degidek ulug' ko'tarangu ruh tarafdorlari ekan. Gumati ibodat xonasidagi 3000 nafar rohib dumboq ovozini anglab birla vaqtda tamoq yeyishga o'ltirdi ekan. Rohiblar tamoqxonaga kirishda nihoyat hayvatlik, surluq kirishir ekan. Har bir kishi rad tartibi bilan kelib o'z o'rinlarida o'ltirdi ekan. Butun so'rin un-tunsiz jimjit bo'lib qoladi ekan. Bu yurtda mushundaq Gumati ibodat xonasidan 14 bor ekan. Kichiklari buning ichiga kirmaydi.
4 ayının 1-kundan başlap bütün şəhər koçalarini süpürüp, tazalap su çaçıdikan. Hamma koçalar hayvatlik tusga kiradikan. Şəhər darvozalariga cho'ng parda chimildoqlar esilib, zinnatlash ishlari puxta ishlanadikan. Parda chimildoqlar ichida xon va uning xonishi, kenizaklari turadikan. Gumati rahibi ulug' ko'tarangu tarafdori bo'lib, xonning izzat hurmatiga sazovor ishkan. Shu rahib hammadan avval butni yurgizadikan. But saylisi ko'zda tutiladi. Xon pokiz tozalanib, yep-yangi kiyinib, oltin tojini quliga elib, isiriq tutgan holda shahar darvozasidan yalang'oyoq minib chiqib, butni qarshi oladikan. But 4 chaqliq but harvisi ustida keladikan. Shahar darvozasidan kirganda darvoza beshida turgan xonish va kenzaklar chochqu chechib, ajoyib go'zal, hayvatli qiyofatda tuvanga tushib, har qaysi o'z oldiga butqa hurmat bildiradikan. Bundaq but saylisi 4-ayning 1-kuni boshlanib, 14-kuni oyoqlashidikan. But saylisi oyoqlashgandan keyinla xon va xonishlar xon sariyiga kirib ketishidikan. Yuqoridagi faktlardan qadimki chaqda Xotanda buddizmning nihoyat cho'nqur hiltis tartqanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shunga Xotandagi buddist Uyg'urlar musulmon bo'lishga unamay nihoyat uzun qarshilik ko'rsatgan. Ularning qaraxonilariga bo'ysunmay uzun muddat qarshilik ko'rsatishiga yana bir sabab Idoqut Uyg'ur buddistlari bilan Tibet buddistlarining ularga uzluksiz bergan yordamidan iborat. Xotan buddistlarining qaraxonilariga qarshi elib borgan urushlarida Idoqut Uyg'ur buddistlari bilan Tibet buddistlarining qo'shinlari xeyli muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Qaraxonilar Xotanni to'liq bo'ysundirishga kirishgan vaqtning o'zida Samanilar podshohligini ag'dirib tashlashni jiddiylashtirdi. Nasir Elikxon Ali Arslanxonning vaqtida milodining 996-yili Samanilarga yangidan hujum qo'zg'agan edi. Shu chaqda Nuh ibn Mansur o'zining Xorasondagi noibi Subuqtekinni yordamga chaqirdi. Subuqtekin Nuh ibn Mansurga yordam berish uchun ko'p sonli qo'shin bilan yo'lga chiqdi. U kishi shahri Sabir rayoniga berib chedir tikdi va Nuh ibn Mansurning qo'shini bilan kelib, o'ziga qo'shilishini talab qildi. Nuh ibn Mansur Subuqtekinning talabini rad qildi va buyruq avitib Subuqtekinni Buxoroga chaqirdi. Buningdan ochiqlangan Subuqtekin o'g'li Mahmud va ufkisi Bug'rochi qo'mondonligidagi 20 ming kishilik qo'shinni Buxoroga hujum qilish uchun mangdirdi. Subuqtekinning qo'shinlari Buxoroni oldi. Subuqtekinning elchilari Nasir Elikxon bilan suhbat yurgizib, Samanilar territoriyasini bo'lib olish to'g'risida bitimnoma tuzishdi. Bitimnomaga binoan Sir daryo vodisining hammasi qaraxonilarga, Amu daryoning janubidagi joylar Subuqtekinga o'tdi. Nasir Elikxon Samarqandga Poyiqtekinni noib qilib tayinladi. Nuh ibn Mansur Subuqtekinning qilmishlaridan nihoyat ranjidi. U milodining 997-yili olamdan o'tdi. Nuh ibn Mansurning o'rniga o'g'li Ubul Haris Mansur o'ltirdi. Bu baxtsiz shahzoda nihoyat aqlliq, kaskin, g'ayratlik bo'lsa-mu, Samanilarni uzul kesil halok bo'lishdan qutuldira olmadi. Milodining 999-yili 2-oyning 1-kuni Poyiqtekin Ubul Haris Mansurni taxtdan tushirdi va uning ko'zini ko'r qilib tashildi. Uning enisi Abdul Malik Samanilar taxtiga chiqarildi. Milodining 999-yili kuzning boshlarida Poyiqtekin o'ldi. Nasir Elikxon Samanilarning Mavara o nahridagi hukmronligini uzil kesil yo'qotishga qat'iy bel bog'ladi. Bu chaqda Samanilarda qaraxonlarga qarshilik qiladigan kuch va biror yetakchimi yo'q edi. Uning ustiga xalq yuz berayotgan voqealarga zodi ko'ngil bo'lmadi. Bu to'g'rida ya'ni Buxoroning taslim bo'lishi va uningga 999-yili oktyabrning 5-da Nasirning kelgan vaqtida yuz bergan voqealarning ustida turgan bir savdogarning nihoyat qiziq bir hikoyasi bor. Bu hikoyani 9-asrning 1-yarmida yashagan tarixchi Hilal as-Sabi yezib qoldirgan. Nasir Buxoroga kelgan chaqda Samanilar sulolasining qolgan a'zolari o'z nasihatchilariga yordam berish uchun xalqqa murojaat qilishni topshirgan.
Nasihatchilar haqiqatanmi masjid jamialarining munbiriga chiqishib, poytaxt aholisiga Samanilar hokimiyatini himoya qilishga chaqirib murojaat qilishgan. Xalq bu haqda o'zlarining qonunshunoslari bilan maslahatlashib ko'rgan. Qonunshunoslar bundoq javob berganmish. Agar xonilar, bu yerda qaraxonlarni demoqchi, Samanilar bilan din uchun elishadigan bo'lsa, undaq ahvolda ularga qarshi jang qilish majburiy edi. Ammo kurash bu dunyoning baxt saodati uchun bo'ladi ekan, musulmonlarning o'zlariga ziyon yetkazishlarining va o'zlarini o'limga tutib berishlarining lozimi yo'q. Yuqoridagi ahvolga qaraganda, xalqning Samanilarga yordam bermaganligi nihoyat aniq. Nasir Elixon Buxoroga yaqinlab kelganda mundaq deb jakarlagan. Men Buxoroga Samanilarning do'sti va himoyachisi sifatida keldim. Nasirning so'zidan ta'sirlangan Samanilarning harbiy yo'lboshchilari Beg To'sun bilan Inal Tekin Nasirning bargohiga borgan va Nasir tarafidan tutqun qilingan. Nasir boshchiligidagi Qaraxoni qo'shinlari milodining 999-yili 10-oyning 23-kunida qilcha qarshilikqa yo'liqmay Buxoroga kirgan. Shu kuni Nasir Samanilarning davlat g'azinisini o'tkazib olgan va Samanilarning oxirgi podshohi Abdul Malikni ham podshoh avlodlarining hammasini tutqun qilib o'z kentiga mangdirgan. Nasir Buxoroga Chog'ri Tekinni vali qilib qo'ygandan keyin o'z kentiga qaytib ketgan. Shunda qilib 130 yil hukm surgan Samanilar podshohligi milodiy 1000-yilning harpisida Qaraxonlar tarafidan ag'dirib tashlandi. Shundaq bo'lsa-mu, Samanilarning shaxsotlaridan Abu İbrahim İsmail, ya'ni Abdul Malikning ukisi, Samanilar podshohligini o'z holiga keltirish uchun Qaraxonlar bilan 5 yil kurash ilib bordi. U Muntasir, g'olib degan ma'noda shu nomini oldi. Muntasir milodining 999-yili 10-oyda Nasir Elixon tarafidan tutqun qilinib, o'z kentiga avatilgan edi. Muntasir 5 yil Samanilar podshohligini asliga keltirish uchun Qaraxonlar bilan kurash ilib borgan bo'lsa-mu, oxirida mag'lub bo'ldi. Milodining 1004-yilining oxirlarida Qaraxonlar qo'shinlari Buxoro atrofida Muntasirni qo'rshib oldi. Muntasir bir necha kishini boshlab muhosirdan chiqib Xurosonga qochdi. Uning ukisi va tuqqanlari asirga elinib, o'z kentiga avatildi. Milodining 1005-yilining beshida Muntasir Marvi Shoh Jahon atrofida bir arab qabilasining xoni tarafidan o'ldirildi. Qaraxonlar milodining 999-yili oktyabrda Samanilar podshohligini ag'dirib tashlagan va Muntasirning qarshilik ko'rsatish harakatini tarmar qilgan bo'lsa-mu, Samanilarning Xuroson rayonini besib ololmadi. Xurosonni milodining 999-yilida Mahmud G'aznavi besib olgan edi. Mana shu Xuroson rayoni keyin Qaraxonlar bilan G'aznavilar orasida bir necha qitimliq urushning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. İkinci bab G'aznavilar va Qaraxonlar. G'aznavilar sultonligi. Milodining 1000-yili Samanilar podshohligi tarix sahnasidan g'olib bo'lgandan keyin Qaraxonlar bilan G'aznavilar orasida munosabat asosli o'ringa o'tdi. Qaraxonlar davlati milodining 850-yili tashkil topgan bo'lsa, G'aznavilar sultonligi milodining 960-yillari tashkil topishga boshlagan edi. Samanilar podshohi Abdul Malik milodining 955-yili Olib Tekinni Sharqiy Xurosonga vali qilib tayinlagan edi. 961-yili uni butun Xurosonga bosh vali qilib tayinladi. Olib Tekin hayotini Samanilar ordusida yasovliqdan boshlagan. U nihoyat qobiliyatli bo'lib, Samanilar ordusida bo'lgan jiddiy kengashlarda va urushlarda ko'zga chiliqib tunilgan. Olib Tekin milodining 961-yili butun Xurosonga bosh vali bo'lib tayinlangandan keyin Samanilar podshohligiga bo'ysunmay qo'ydi. Olib Tekinning butun Xurosonga o'zi bey, o'zi xon bo'lib olishiga Samanilar yo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Samanilar Nuh ibn Nasir hukmronlik qilgan mezgildan boshlab tushkunlikka yuzlangan edi. Taxit talashish yuzasidan boshlangan isyonlar to'xtamay davom qilib, Samanilar podshohligini ojizlashtirgan edi. Samanilarning ichki ziddiyatlardan foydalangan Olib Tekin milodining 961-yili mustaqillik jakarladi.
Mana bu harakat G'aznavilar sultonligining tashkil tepishiga ul soldi. Milodining 963-yili Olib Tekin olamdan o'tgandan keyin Ibrohim, Bilga Tekin, Piri Tekin qatorliq kishilar G'aznavilarga boshchilik qildi. Milodining 977-yili Subuq Tekin G'aznavilar taxtida o'tirgandan boshlab G'aznavilar sultonligi kuchayishga boshladi. Subuq Tekin Olib Tekinning kuyovg'ili bo'lib, milodining 977-yili Olib Tekinning varislaridan hokimiyatni tortib oldi. Subuq Tekin Kabul va uning atrofidagi joylarni o'z davlati territoriyasiga qo'shib oldi. U hukmron bo'lgan mezgillarda G'aznavilar sultonligining territoriyasi sharqda Peshovargacha, g'arbda Xorasongacha so'zilgan. Milodining 992-yili Harun Bug'roxon Samanilarning poytaxti Buxoroga hujum qilganda, Subuq Tekin Qaraxonlarga yordam berib, Buxoroni elishda kuch chiqardi. Harun Bug'roxon Subuq Tekinni G'azna shahriga vali qilib tayinlagan bo'lsa-mu, u buningga pisand qilmay burunqidekla mustaqillik holatini saqlab Qaraxonlarga bo'ysunmadi. Milodining 997-yili Subuq Tekin olamdan o'tdi. Uning 27 yoshli o'g'li Mahmud G'aznavilar taxtida o'ltirdi. Shundan boshlab milodining 963-yili Olib Tekin asosini solgan davlat o'zining poytaxti G'azna shahrining nomi bilan G'aznavilar sultonligi deb ataldi. Mahmud G'aznavi sulton bo'lgan mezgilda G'aznavilar sultonligining territoriyasi kengayib, Sharqiy Hindistonning Panjob, ya'ni Bashdaryo vodiysigacha, g'arbiy Eronning o'rta qismi bilan Xorazmgacha so'zildi. Milodining 999-yili 10-oyda Nasir Elixon Buxoroni ishg'ol qilgandan keyin shu yili 11-oyda Mahmud G'aznavi sulton unvonini oldi. Bag'dod xalifasi Qodir sulton Mahmud G'aznaviga unvon va toj yo'llab, uni davlatning o'ng qo'li va dillarning tayanchisi deb atadi. Xalifa Qodirning sulton Mahmud G'aznaviga bundoq atoqni berishi sultonning obro'yini nihoyat yuksak darajaga ko'tardi. Sulton Mahmud G'aznavi o'zining sharqdagi qo'shnisi Hindistonning boy va madaniy oblastlarini o'z davlatining territoriyasiga qo'shib olishni o'ziga asosiy maqsad qilib belgiladi. U hukmronlik qilgan mezgilda Panjob, Kashmir va Hindistonning boshqa oblastlariga 17 qitim yurish qildi. Bundaq yurishlar Hindistondagi buddistlarga qarshi g'azot qilish shuari ostida ilib berildi. Sulton Mahmud G'aznavi yuqorida tilga ilingan maqsadni amalga oshirishdan burun eng asosiy ikki ishni o'rindashga kirishdi. Uning biri kuchlik va yaxshi qurollangan qo'shin tashkil qilish, yana biri orqa safni xavfsizlantirish uchun kuchli qo'shnisi bo'lgan Qaraxonlar bilan inoq, do'stona munosabat o'rnatish edi. Sulton Mahmud G'aznavi milodining 1000-yili Abu Said Zohir ibn Muhammad boshchiligida Nasir Elixon huzuriga elchilar avatdi. O'z kentiga kelgan G'aznavi elchilari Nasir Elixon tarafidan nihoyat yaxshi kutib olindi. G'aznavi elchilari bilan Qaraxonlarning g'arbiy Elixonni Nasir orasida ilib bergan suhbatlarda Amu daryo ikki davlat, ya'ni Qaraxonlar bilan G'aznavilarning chegarasi qilib belgilandi. Shu yili Sulton Mahmud G'aznavi Nasir Elixonning qiziga uylandi. Sulton Mahmud eng muhim ikki ishni o'rindab bo'lgandan keyin qo'shnilariga yurish qildi. Sulton Mahmud milodining 1000-yili Peshovarga besib kirdi. U islom dinining sunniy mazhabining asoschilaridan biri bo'lib, Hindistondagi Hindu buddistlarining bir qismini musulmon qilishga muhim rol o'ynadi. Sulton Mahmud 1001-yili 300 urush pili bilan ta'minlangan 42 ming kishilik hindi qo'shinlarini tarmar qilib, Panjob vodisini besib oldi. Qo'lga tushirgan nurg'un g'animatlarni G'azniga yo'lga soldi. U 1002-yili Sistonni besib oldi. Mahmud G'aznavi Hindistonga qilgan 10-qitimliq yurishida Ganga vodisini besib oldi. 13-qitimliq yurishida 150 ming kishilik hindu qo'shinlarini tarmar qildi. Sulton Mahmud G'aznavining Hindistonga qilgan yurishlari ichida 16-qitimligi nihoyat mashhur yurish edi.
U shu qitimqi yurishda Gujarat, ya'ni Janubiy Hindiston rayoniga bisib kirdi. Shunda qilib 1025-yilga kelganda G'aznavilar sultonligi dunyodagi eng kuchli davlatlar qatoridan o'rin oldi. Sultan Mahmud G'aznavining Hindistonga qilgan yurishlarida nihoyatda nurg'un boyliqlar qo'lga tushirildi. G'aznavilar besib olgan Hindu shaharlaridagi butxonlardan oltin va kumushdan yasalgan butlar va qochoq-quchilarni, shuningdek Hindu gazmillari, qurollar, pillar, charomallar va boshqa qimmatbaho narsalarni G'aznaga aketdi. Yük besilgan harvlarning uzunga so'zilgan karvonlari Hindistondan G'aznaga hisobsiz boyliqlarni akilatdi. Mahmud G'aznavi Hindistonga qilgan yurishlarining birida Hindistondan 20 million dirham, ya'ni kumush pulini, eng chiroyli hindi qizlarining 57 mingni va 350 pilni aketgan edi. U hindi qizlarini O'rta Osiyo va Xorasondagi turkiy xalqlarga cho'ra sifatida in'om qilgan bo'lsa kerak. Uzunga so'zilgan va oyog'i uzilmagan yurishlar G'aznavilar sultonligining g'azinisini beyitgan bo'lsa, yana bir tarafdan G'aznavilar qo'shinlarining soni va sifatini oshirishga imkoniyat yaratib berdi. Sultan Mahmudning milodining 1015-yili Xorazm shohi Mo'minga yozgan xatiga asoslanganda Mahmud G'aznavining qo'shini 100 ming otliq va piyoda jangchidan 500 ming pildan tarkib topgan ekan. Mahmud G'aznavi G'aznaga to'plangan haddi hisobsiz boyliqlarni ishlab chiqarish, yezi egilik va hunarmandchilikni taraqqiy qildirishga sarf qilmay, ajoyib qurilishlar, o'rdalar, saroylar, masjidlar, madrasalarni qurishga sarf qildi. Sultan Mahmud G'aznavi to'g'risida Rim imperiyasining halok bo'lish tarixi degan kitobning avtori Gibbon mundaq deb yozgan edi. Sultan Mahmud G'aznavi turklarning eng ulug' xonlarining biri hisoblanadi. U Isa tug'ilib 1000 yildan keyin Eronning sharqidagi o'lkalarga hukmron bo'lgan. Bu musulmon qahramon azaldan tortib qattiq sovuq fasllardan, osmon bilan bo'y talishib turgan egiz tog'lardan, keng yeyilib oqadigan cho'nqur daryolardan, cho'l bayovon qumliqlardan, dushmanning son-sanoqsiz qo'shinlari va qo'rqinch pillaridan qilcha qo'rqqan emas. Yuqoridagi baho Sultan Mahmudning noiti yuraklik, botur va chidamli ekanligiga, uning o'z dushmanlariga qilgan yurishlariga qaratilgan. Rostini aytganda, Sultan Mahmud G'aznavi nihoyatda qo'rqinchli, dahshatli va ulug' istilochi bo'lgan. Shundoq bo'lishiga qaramay, Sultan Mahmud G'aznavining davrida Eron adabiyoti gullab yashnagan edi. U ilm, fan va adabiyotning taraqqiyotiga e'tibor bergan. Eron adabiyoti va she'riyatining ulug' davrini Sultan Mahmud G'aznavi boshlagan edi. Shahnoma dastoni Sultan Mahmud G'aznavining tashabbusi bilan Obul Qosim Firdavsi tarafidan yozilgan. Eron she'riyati G'aznavilar davrida gullanib, Seljuqlar davrida texmo yuksalgan edi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mush yerda oyoqlashdi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.